Farmatsevtdan professiyami? Do'kondagi sotuvchiga o'xshab mashina olib berib yuboring desa, olib berib yuborsa bo'ldi-da. Yaqinda bitta odamning gapini eshitib qoldim. Yosh vrach, nevrolog farmatsevtlar haqida fikrini bildiribdi. Nima ekanmish? Farmatsevtlar bu shifokor yozib bergan dorini olib berib yuborsa bo'ldi degan professiya ekanmish. Shunga nisbatan munosabatimni bildirmoqchi edim. Avvalambor men bu gapim bilan farmatsevt o'z kasbimni himoyalab, shifokorlarni, vrachlarni hurmatini tushirish niyatim yo'q. Aksincha, hamma kasb o'ziga yarasha hurmati bor, hamma kasb kerakligini tushuntirmoqchiman. Sodda misol bilan tushuntirsam, shifokor bu umumiy kasbning nomi. Shifokorlar har xil bo'ladi. Misol uchun urolog, ginekolog, lor, pediatr va hokazo. Va har bitta shifokor o'zini yo'nalishi bo'yicha chuqur bilimga ega bo'ladi. Misol uchun siz lorga borib turib, men jenskiy tomonimda kasalim bor, nima svicha qo'ysam bo'ladi demaysiz. Xuddi shunaqa ginekologga borib turib, men anginam ishib ketdi, nima dori ichsam bo'ladi deb so'ralmaydi. Farmatsevtlarda unaqa emas. Farmatsevtlar har bitta yo'nalish bo'yicha bunaqa chuqur bilim bo'lmasa ham yetarlicha bilim bo'lishi shart. Dorixonaga kelgan mijoz farmatsevtni professional yoki professional emasligini, har xil kasallikka qarshi dori bilishi yo bilmasligidan xulosa chiqazadi. Xulosa qilib aytsam, har bitta kasb, har bitta professiya o'ziga yarasha muhim. Bu videoni aptekachi tanishingiz bo'lsa yoki shifokor tanishingiz bo'lsa jo'natib qo'ying, foydali bo'ladi.